Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Fishing Offline o'yinida mazza qilib baliq o'yinini o'ynaymiz. Do'stlar, unaqada biz o'yinga kirib olamiz. Bugun biz baliqlar ovlab daromad topishni boshlaymiz. Biz ko'priklarga baliqchilarni qo'yib, tezda daromad qilishni daromad qilamiz. Do'stlar, bugungi o'yinimizda shu nimadan iborat bo'ladi. Biz hozir baliqchi olib kelgani bor uchun borib kelishimiz kerak. Ketyapmiz. Hozir baliqchini narxini lekin bilmayman. Borib bilib olamiz do'stlar. Hozir biz mana qo'rqinchli joylar ekan, baliqlarni osib qo'ygan hamma joyga. Men o'zini osib qo'yibdi debman. Hozir 30 dollar ekan baliqchimiz. Bitta olib olamiz va qo'yib qo'yamiz. Tezroq olamiz, bordik, qo'yamiz, mana yashil turgan joyga qo'yib qo'yamiz. Unaqada biz qo'yib qo'yamiz. Bu bizga baliq ovlab beradi. Biz bundan daromad topishni boshlaymiz do'stlar. Unaqada biz hozir buni ovlashini kutamiz. Netdagilarni qaranglar, shuncha baliqchisi bor ekan. Lekin nimaga berilmaymiz? Bizda ham shuncha bo'ladi. Hozir biz baliq sotgani keldik. Necha ming deyapti. Hozir biz balig'imizni sotib oldik. 23 dollarga sotdik. Yana olyapmiz baliqni. Baliq olyapmiz hozir undan. Hozir biz olib bo'ldik. Hozir yana sotamiz. Necha ming ekan bu safari. Hozir sotamiz. O'tgan safar rosa arzon bo'ldi. 30 dollar deyapti. Sotib olamiz. 57 dollarimiz bo'ldi. Endi baliq ovlovchiga keldik. Hozir 30 dollarligidan ikkita olamiz. Yo'q, bitta olamiz. Pulimiz yetmaydi chunki yana qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, boltachamiz bor ekan. Unda nima qilishni bilmayman, lekin biz shuni foydalanamiz. Hozir biz qo'yib qo'ydik. Yana sotuvchini qo'yolmadikmi? Sotuvchini qanday qo'ylar? Qo'ydik do'stlar. Hozir biz endi bulardan baliqlarni olyapmiz. Balig'ini olmasak bular ovlanmaykan. Shuning uchun biz baliqlarni olamiz. Endi buni sotamiz. Necha ming deyapti endi? 58 dollar deyapti. Sotamiz. Jim tursak. Mana biz hozir sotyapmiz. Sotib bo'ldik. Endi ovlovchi olyapmiz. Hozir oldik. Olganimiz yo'q ekan. Ololmayapmiz. Nimagadir bermayapti-da. Endi bitta baliq sotib olamiz shekilli. Hozir biz endi baliq sotishimiz kerak shekilli. Bizga bermayapti. Nimagadir bilmayman. Lekin bilmayapman shuni. Qanday endi nima qilib olamiz?